Qaytib keldingizmi? Chapsan buloq Salima. Mening ishim bitdi. Juring, men bilan. Nega bormiz? Kiyimimni yangib olsam bo'ladi. Bo'ldi, mushuni kiyivering. Bo'lmasa ulguramaymiz. Tez bo'ling. Soat nega bormiz? Nima qilmoqchisiz? Siz soat nima qilmoqchi? Salima, tezroq bo'ling. Yo'q, Farhod. Biz soat nega bormiz? Siz menga aniq aytib bering. Buni so'ramayman, bilaman. Yo'q, Farhod. Meni qo'ying. Gapimni angla. Yo'q, men tezroq bo'ling, Salima. Yo'q, men hech bo'lmayman. Meni qo'ying. Yo'q, Farhod, meni qo'ying. Meni qo'ying, Farhod, men bo'lmayman. Siz menden çoğun bir işini yoşurvaksınız. Salima, maşinaga chiqing. Tezroq bo'ling. Salima, maşinaga chiqing. Nimada qilasiz? Saqchilarning kagini bilaman. Hech narsani o'qimaysiz. Tezroq maşinaga chiqing. Nimada qilasiz, Salima? Gapimni angla. Hech narsani olmagan. Hech narsa ammo hamma narsa deb bildim. Qizchoq, savkat o'cha, aytganmisiz? Bo'ldi. Nimaga baqiraysizlar? Nima degan oldiranquliq bu? Qizchoq, hali chiroyli ayol xo'jayin qani, ha? Bu chayning bir piyolasi 1 mo'chan, 2 piyolasi 2 mo'chan. Ichamsiz? Voy, qimmatmi? Qimmatganmish dahi. Gapinglar bo'lsa Salimaga demamsizlar. Kimdi? Ular keldi. Ana, ayol xo'jayin keldi. Shu, ana. Voy, qarang sizni, erib charchab ketibsiz. Gulnat, mehmonlar chay qo'ying. Mana. Rahmat. Ko'pchilik behozir e'lonlar, xatirmanglar. Mani ko'rdinglarmi? Hey, pulchi. Qancha? 2 mo'chan. 2 mo'chan. Ma'qul. Mana. Pianosi oltin deb qimmatgan. Hey, pianosini qisqini ko'rdingmi? Hey, Sizlar jamba qilsanglar nimachi yo'lsizlik qilsiz? Pulni berdim-ku. Endi nima deysizlar? Kechiringlar. Sizda ishingizni beringlar. O'tiring. Raskatni qilsam, bu yerdagi suv oltindami qimmatlik. Oltin bo'lmasa, odam o'lib qolmaydi. Lekin suv bo'lmasa, bu yerdagilarning birsin o'rtiramaydi. Siz 3 stakan ichdingiz, shunga 6 mo'chan berishingiz kerak. Lekin 2 mo'chan berdingiz. Shnipet. Haqlarning xo'jayinlar ayol xizmatchi oladi. Ayol xo'jayinlar xizmatchi oladi degani raskanda, qarasam u senga shunday yumshoq gap qildi ekan. Men hech bilmabdim ana. Xursandlik qilma. Bugun aytgan so'g'i berib shuncha ayol bo'g'iningni menga demeding-ku? Yo'lbek eskiga. Bu to'lxotinning achchig'i yomon deb burunla degandim. Biz bu yerda ishlamay ketsak bo'ladi. Xo'jayin, sodini sizda qilsa baldirli boyib ketirgan o'xshaysiz. Men boy bo'lsam sizga nima bo'pti? Tayyor pulni topmay, bu yerda jon qiynag'anning nima foydasi, ha?
Bana bir yerde qancha pul bergan bilan hargiz ishlamayman. Bu çölde mağan her qandaq adam bir yerdə toxtamay ötməydi. Əmsə, sizmi çayxanada birini içib asınız Oy, mən bə qoqancaq müşk miyalsımı qoqab getimen. Onun üstüge munç kep adamdan xəbər ep bulanmayman. Qandaq dedim Sıdıq. Günlər, qaşqıçılarını çıxıştıranlar. Mana hazır. Mana. Mana. Hey, chaqan bo'linglar. Hə, qustamızda tövbəsilə mayk yaxşı qıldı. Mening o'rnim bu yerda. Mana. Hey? Ustam, bir adam çıkmaptı. Nim bo'ldi? Ishida adam bormi? Bir adam chiqmabdi. Shundaqmi? Men berib qarab baqay. Sidiq! Gulnar! Yana chaqiryotdi. Mana. Sizlar berib tuz izlab beqinglar. Mashinada bir odam kamkan. Bo'linglar. Hey, Sidiq, odam bormi? Sen mashina bilan tursan bo'ldi. Chaqan bo'l. Odam bormi? Odam bormi? Mashina mağdigan bo'ldi. Odam bormi? Sidiq, bu yoqqa tush. Yani şu Emin deyjankan-g'u. U bizning xo'jayinni yoqtirib qolgan o'xshaydi. Sizlar o'ylab kirib qarab baqinglar. Hop. Kechiringlar. Yo'lovchilarning hammasi chiqib oldimi? Bir skam. Boş adam şumu. Yo'q, u qaltis kelishgan odamda. Bo'ldi, menga beringlar. Salima. Yaxshimisiz Emin deyjan. Neymiş yüzbadi? Tönügün kecha bir jinoyatchi turmadan qochib ketdi. Sizlar uning bu yerdan o'tganini ko'rdinglarmi? O qandaq odamkan? To'xtab turing. Qarab baqing. Yo'q, ko'rmadik. Undaq odamning bu yerda o'tganini ko'rmadik. Sizlar bu odamni ko'rganmi? Ha? Ne? Ko'rmadim. Hay, sen ko'rdingmi? Yo'q, ko'rmadim. Jira. Rostini aytganda jinoyatchini birli qarab tonavog'ini bo'ladi. U odamlarning ko'ziga udil qarayanmaydi. Odam boyagimi boranmaydi. Uning cho'li kirib ketish ehtimoli intayin yaqin. Agar gumonli odamlarni bayqab qolsanglar bizga xabar qilib qo'yasizlar. Salima. Bo'ladi. Ha, tamoq yetmanglar. Bugun yangi pomidor bilan loziba. Rahmat. Jinoyatchi ijroq ketamidi. Biz uni qo'g'limsaq bo'lmaydi. Xayr xo'sh. Juringlar. Xo'sh emsa. Ay, qara. Voy, ne ketdingiz? Mashina ketdimi? Ne vaq? Ular sizni yerimga saqladi. Zot ne qildingiz-sa? Asta. Taratga borman deb mashinaga ulguramabdiman. Bu yerdan o'tadigan yana navbatchi mashina bormi? Bir qitimli mağdu. Növbetçi maşinaga chiqaman desangiz, at degangiz saqlaysiz. Andaqda bu yerda bir kech qo'nsam bo'lamdi. Bo'ladi. Yatak qo'y, o yerda. Bir cho'ng,
birisi kichik. O'zingiz tanlayveling. Gülnar! Sidiq! Siz o'rninglardan turib chaqirtinglar. Yo'lovchilarning keldigan vaqti bo'ldi. Asta. Bizni xo'jayin chaqiryapti. Har kuni shunday kirim qilishqimi ulgagili bo'lmasa. Hey, oyiqim. Mana. Paypiqimchu. Paypaq? Yangisini-ya? Mana bu 20 ko'ylak import qilingan paypaq. Xotin, biz tamoq yeymiz, kiyim kiymiz desak obda ishlab pul topmasak bo'lmaydi. Men ketaveray. Paypaqni o'zing kiygin. Yaxshimisiz? Sidiq, mashinaga narsa tushiringlar. Yaxshimisiz, Salima? Yaxshimisiz, Xonguston. Buni sizga olg'ish keldim. Rahmat. Meni marhamat. Choy iching. Rahmat. Bu qitim men sizlarga lozi bilan cheyiz ag'ish keldi. Choy iching. Rahmat. Night joyda ish bo'pti. Ey, yo'dish. Yardım qilib-da, ko'mir. Rahmat. Yardım qilinglar. Rahmat. Nemi degan kuchli? Qaltisgan. Salima, yana odam yallabsiz-da? Yo'q. U bu yerda qo'ngan mehmon. Shahar kirmoqchi ekan. U bir yo'lovchi. Sizlarning mashina ketib olsa yaxshi bo'pti ekan. Sizlar rostlamamsizlar? Bunda qilsam qanday bo'ldi? Xo'jayin, Sidiq ikkimiz shuncha ko'p ish qildik. Endi kesak bo'la. Sidiq! Bu yoqqa kel. Salim hoca. Ko'nglingizni yerim qilmang. Men bir kun ishlab andim mang'ay bo'lamdi. Xotin, biz aytmasa qandaq? Aytgani mashina bormasmi? Sen ketmasang, men o'zim yolg'iz ketaveraman. Sizlar tuyuqsiz ketsanglar, men qanday qilaman? Sidiq, biz ketaylik. Nimaga tortishsin? Sizlar ketsanglar bo'lmas. Salimxon bu yerda qiynalib qoladi. Shu emasmi? Biz bilan kimning qari? Biz bundaq namrat joyda turmaslikni burun o'ylash bo'lgandik. Shundaqmi, Sidiq? Sidiq, bir nima degina? Demamsan? Men sizlarga aytib qo'yay. Bu yerda ishlamasliklarini purolib bilgan bo'lsam, men sizlarni allaqachon ishlatmagan bo'lardim. Bu cho'l jaziraga o'zim yolg'iz kelgan. O'zim yolg'iz ishlayverma. Ketganlar ketsa, ketaveringlar. Amanlar, ketaveringlar. Ketinglar. Kechiringlar. Men sizlarni ustanmaydigan bo'ldim. Ketmedingizmi? Azroq yordamim tegadigan ish bo'lsa, bir necha vaqt tursam bo'laverdi. Bu qanday bo'g'ini? Siz lekin Sizni tushunaman. Menmi bir tijoratchi. Yaqindan bu yan ziyon tortib ketgachga, xoli bir joyni tepib turaymikin degandim. Menimcha bu yerda loyiq ekan. Hargiz boshqacha o'ylab qolma. shundaqmi? Bu yerni yoqtirib qolgan bo'lsangiz, bu yerda turavering. Biroq tunugin oqshom qo'ngan yotoq uyingizda ayrim karvat yo'q. Sharoitingiz nachar. Agar sizga yollanib ishlasam, qanday qaraysiz? Bo'lmaydigan nemisi bor?
Biroq men yuqori ish haqqi beramayman. Xotirjam bo'ling, buning qaraydi chaqliq. Siz nima deb chaqirmisiz? Ismim Farhod. Sizning ismingiz nima ekan? Salima. Ustidagi uyda ishlaydiganlar turamda. Siz endi o ishlaydiganlar uyda turmay, mehmonxona uyda tursangiz qandaq? Yotoq haqqingizni olmayman. Xo'jayin xonim. Xo'jayin xonim. Salima. Nima bo'ldingiz? Salima. Salima. Men tutma. Birdamdil o'shilib qolaman. Ner keting, ner men deyman. Menga Qo'yuting. Qo'yuting. Sizga yordamlashadigan odam yo'qtirsa, nima ishga meni chaqirmadingiz? bu siz qildigan ish emas. Bu siz qildigan ish emas. O'qitingiz yomon emaskan-a? Sizning yardamingiz bo'ldi. O'tdan ishlaydigansiz. Sizga qanday rahmat desam bo'la? Siz xo'sh bo'lsangiz bo'ldi. Bu atrofda geolog atrofdagilar bormi? Buni so'rab nima qilasiz? Mundaqli so'rab qo'ydim. Meningcha, bu bepoyon cho'l jazirida cho'qim kan boyliq mo'lg'u deyman. Shundaq. Geolog atrofdagilar bu yerdan pat o'tib turadi. Shundaq chaqlarda ular bu yerda tamoq yeb dam oladi. Men bo'ldingiz? Hech nima. Siz yap-yash turib, shundaq bir qamlashmagan joyda oshxona ochqiningiz nemisi? Hech nima. Hech nima. Siz yap-yash turib, shundaq bir qamlashmagan joyda oshxona ochqiningiz nemisi? Hech nima. 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 Hech nima.
bu çölde ussuzluqdan ölüp ketadigan ish bo'lib turdi. Ba'zi giyolik atirdigilarmi ussuzluqdan ölüp ketadi. Sizning maqsadingiz mush cho'lda oshxona ichib, pul tepishganda, agar quduq qo'llangan bo'lsa, bu yerdan o'tadiganlarmi suvsiz qolmaskan. Shundaq. Farhod! Mehmon keldi. Öpüşünler. Çıqa. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Ha, bizga bir çay demlab bersangiz bo'pti ekan. Bo'ladi, qani marhamat. Mela. Ha, onu bir yerga o'ltag'izib qo'yinglar. Qani, o'ltiringlar. Ha, Choy iching. buni uning ushkizib qo'yinglar. Ha, iching. Rahmat boshliq. Belepsen. Aptap kalkınıp ölgün tas kaldın. Bu çöllükti sen. Ne, kaçalaydın? Ha? Qutuldirib qolganingizga rahmat boshliq. Rahmat. Onun cenni kutkuzup kaldık. Aptap ölgün tas kaptı. Ha. Hava nemi degen ıssık. Yelakı iş kişilemçiniz kani? Shaharga kirib ketdi. Bir narsa yemsizlar. Bo'ldi, rahmat. Mashin deydigan narsa bor. Biz yo'lga chiqib necha kun bo'lib qoldi. Qaytib ketmasak bo'lmaydi. Biz mangaylik. Xayr. Mangaylik. Salim. Bir iş bo'lmaganmi? Hech yo'q. Nima bo'ldi? O'zingiz yolg'iz. Kerak yo'q. Hech yuz bermaydi. Ehtiyot qiling. Biror ish bo'lib qolsa, xabar qilasiz. Bo'ladi. Rahmat sizga imin deycan. O'zingiz asrab. Hey, nega vardınız? Men sizni nega vardınız deyapman. Mehmonlar kelib ketdimi? Sağçı kelib ketdi. Ular hali qoshqinni tutyapti. Siz sadi nega vardınız? O'zimning azroq ishim botdi. Nimanda xalit odamsiz bu cho'l jazirada adisizlar, yo'qolib ketgansiz. Mendan gumonlanyapsiz? Bir tijorat qildigan odam, bu yerga kelib menga yordamchi bo'ldingiz. Hey, meni kichik bola chaqlamang. Yolg'onni to'qib meni aldimoqchi bo'lasizsiz. Men rasl tijoratchi.
Nemeli bo'lmasin. Tek-tekningizni e'riqlamay qo'ymayman. Meni ketkizib o'tayramsiz? Açıqsan bo'lamdi. E'lonla. Çay demlab bersam bo'lamdi. Hech narsani bilmaydi ekansiz. Kechiring. Tunogimdan hozirgacha chiroyingiz ichilmadi. Men shahar kirib chiqaymikin deyman. 2 kunda yinib chiqaman. Bo'ptamsa. Shaqqingizni berdik. Men ketaman demedim. Rasli bejardigan azroq ishim botdi. 2 kunda yonaman. Balki men sizga biror narsani isbotlab beraman. Damca yeşil aktı gözümden bir damca yeşil aktı gözümden bir damca yeşil kan bulup aktı gözlerimde bir damca yeşil kan bulup aktı gözlerimde. Xafa olmay bu gülni naqchi qizga olib bergan bo'lsin. Ma'qul. Yigit sizga bu gulni sovg'a qildi. Rahmat. Hadiya. Ferhat. Seni ko'rib pek hoş oldum. Ferhat, ne ketdingiz, sizni izlamagan yerim qolmadi. Bu gapni qo'yib turib, bir ishimga yordamlashsam bo'lamdi. Neymiş? Men quduq qazadigan bir ishni huddiga olgandim. Quduq qazadigan atrat bilan aloqa qilib bersan qanday? O o'ng'ay ish. Mening bir tanishim suv idorasida xizmat qiladi. O aloqa qilib berslar ishning tutgani. Lekin men sizni sevman. Sizga cho'qinaman. Sizdan ayrılgım yo'q. Bu gapni qo'yib tur, Hadiya. Buni qilma. Sen texmin tushunmaysan. Sizni uncha tushunib ketishning hojati yo'q. Sizni sevsam bo'ldi. Siz hozir nega olmoqchi? Qachon qaytib kelasiz? Bu gapni keyin qil. İşim bek aldirash. Men Adil quduq qazish atirtirkilar bilan ko'rishim qandaq? Adila? Ha. Ne turyapsiz? Burunqi joyda. Birdamdil aloqa qilishib bo'lamiz. Men sizga Toshkentdan alayit olib kelgan. Siz eng yaxshi ko'radigan dardni sizga beraman va sizga hamroh bo'laman. Unda qilma. Agar mushunda qilsang, sening yordaming lozim emas. Bilasan-ku. Men o'zimdagi ko'nadaqni chelishni bilaman. Selime! Selime! Rasli qaytib keldingizmi? Qarang, men nemib keldim. Quduq qazg'ichilar. Quduq qazadigan bo'ldik. Avval ularni o'rinlashtirib o'taylik. Ishni ahdili boshlaymiz. Ferhat, bu nima qildingiz? Tushdan keyin quduq qazadigan joyni tekshiramiz.
Tapıqçayını mən bilmə. Biroq Bilemsiz? Siz qandaq bilsiz? geolog ətirtirgilə mənə dəb bəgən. Lekin bu olmaydigan iş. Ferhat, bu yoq kelin. Adret başlığı, aval nərslərini bir yak sürütünlə. Neyim demektisiz? Quduq qızışıq teyişlik pul məndə yox. Qolumdikisi yetməydi. Quduq qazıdığım pulni mən tölüb etdim. Ular bilen toxtamı tüzdüm. Yani belgilengen vaqt içinde ular quduqni qiz buluş gerek. Siz neymiş ki bana qilsiz? Sizga yordam qilay deyman. Tijoratchiligimga endi qo'shangansiz. Lekin mən sizni yanına düşünemedim. Ferhat, bu yoq kelin. Kiyimleriniz qurp oldu. Bu sizin kiyimleriniz. Rahmet. Siz tek mening öyüm kirpaqmidingiz? Qani marhamat. Mamam siz? Xo'jayinning men taklif qilishida cho'qim bir gap bor deyman. Siz rastulloh o'zingizning tijoratchi ekanligingizni meni ishontirish uchun mo'shuncha bola pulni xarjlab mo'sh ishlarni qilyapsiz. Siz odatdagi bir ayol turug'liq, boshqalarni deb jafo chekyapsiz. Sizga yordam qilishim kerak-da. Lekin siz mening nemishga bunday qildiganligimni biror qaytam so'rab baxmadingiz. Bir odamning bunda qiyin turmush yo'lini tanlab olishi hargizmi o'ng'ay ish emas. Navoda xato paraz qilmagan bo'lsam, sizning beshingizdan nurg'un ishlar o'tgan. Siz nayt zo'r baxtga erishgan, nayt zo'r dard alamga kirib bo'lgan ayol. Shundoq mening baxtli chaqlarim bo'lgan. Nayt zo'r dard alamni tatgan. Salima! Mening mangzimga bir mang paydo bo'lib qoldi. Qarab beqinglar. Qara. Yolg'ondan. Qarab beqinglar. Müdürlüğe kaldım. Müdür bir samla yıkılıp düşman. Sizin yüzünü bala. Ulan be. Yetişkili koyun. İşte gerek. Yetişkili gerek mi? Yetişkili koyun. Geolog ətirtida ishlagashga qidirish xizmati bilan pat-pat sirtqa chiqib turadi. Ba'zida bir oy, ba'zida 2-3 oy qaytib kelmaydi. Keladigan chog'da doim shahar sirtqa chiqib, uni saqlaydi. Salima. Anvar! Salima. Qaytib keldingizmi? Andaqda o ölüp gitti. Şu günü qidirish xizmati bilan cho'lga bormoqchi bo'ldi. Men aytgandim. Ona lazımetli narsalar tayyorlab berdim. Anvar, to'xtab tur. Men
mangulik xo'shlashdik. O Xristal izlab ketgan. Lekin qaytadigan chog'da o yo'ldan ezib qoldi. Boshqalar uni izlab topganda o allaqachon qahda qurib o'lib ketdi. O usuzluqdan ölüp ketken joymuş çöldü mü? Shundoq. Avravab şunun mu? Bu onun kichik vaqtda chag'ar Ravbi. Yaxshimsan? Yaxshimsan. Nagmaqding? Ben hiç negmağmadım. Müşahede işleyim. Birodar, men mo sana o'xshash müşahede ishligini keldim. To'xtab tur. Nemdeyse. Biz paranglashmadik. Nemini paranglashimiz? Sening kimligingni, nadin kelganingni, naga bordiganligingni bilgim kelyapti. Bunun sen bilen ne münasebeti var? Ben degan saqchi. Sana deydigan gepim yok. Ferhat. Bu maynan mehmanda xabar e'lon. Emin diyecek qani o'tiram. Qani. Qani nom bilan eshitchang, e'lon. Qo'rimini kilang. Belkim sana yardımım tekip qala. Ben seni tanımayman. Duras. Biz ezelden görüş bakmagan. Şunda. Biz görüş bakmagandan keyin senin yardımına gerek yok. Öpkani besi var. Sendel biz yardım berişik tekiştik boğan. Adem. Runayimni şu işqa. Yaman adamdan yaxşı adam bulup özgürşümge yardım beremse? Ben seni şu okıldaki Adem dedim mi? Hı? Andaq olsa yolun qımam. Emin diyeceğim, o yeniden gelgen işlemci. Başka iş yoktu. Elbette başka şey yok. Ben bu undaq bo'lishini xolamayman. Ben faqat sizning bexatarligingizni ko'z tutyapman. Kechiring Salima. Avar qilib qo'ydim. Aranglarda bir iş bağ oxşamamdı. Zadi neymiş? Şunu mu tushunmamsiz? Siz degan tul xotin tursangiz, tushunishingiz kerak. Bundaq gapni qo'ying. Lekin siz saqchilardan qochib yuratsiz. Ko'ryapsiz-ku, men saqchilar izlab yurgan jinoyatchi emas. Agar kunlarning birida siz meni tushunsangiz, men sizga hammani deb berman. Xafa bo'lmang.
Men quduq qazg'uvchilar yeniga berib kelay. Selime, qara, su chiqdi. Onu bir necha kundan keyin turbi bilan bo'yliq boshlab kelamiz. Su bekletken. Beklemişim oldu. Qo'rim tayyorlan. Men ximir sug'urib qo'ygandim. Siz kiyimlaringizni almashtirib bering. Ularga men qaray. Ma'qul. Ha, keldik ha. Şuna Keling. Ha, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Akaynimiz yana nachi mashina bor. Ha, yaxshi. Ko'pchilik, Keling, o'tiringlar. o'tiringlar. Chaqqan tomoq yanglar. Ha, chaqqan bo'linglar. Hey, dadamga aytib qo'ying, 10 kundan keyin meni aql kelsin, ha? Xo'sh. Xo'sh. Ma pishganlikni. Farhod. Bu yerda nima qilyapsiz? Ular sizni nima ishlar qilyapti? Kirib. Kirib chiqmang, hargiz chiqmang, ha. Farhod. Nemish? Mehmon keldimi? Siz berib hamroh bo'ling. Bu yerda men bor. Farhod. Bu yerni qanday topdim? Meni quduq qazig'alovlar aloqalashmaydigan tursangiz, sizni topmoq tasmitdi. Bu yerga kelmasang bo'ladi. Nemishqa? Nemishqa mendan qochib yurisiz? Qarang, talab ketganingizni. Mening qiladigan ishim bor. Siz hedigagan qurilish nada? Qurilish atritidagilarning suv tatiyotganligini ko'rmadingmi? Şuna sizning mishad ekanligingizni bilgandim. Qizchaq. Qani, choy iching, ha? Siz bu yerning xo'jayinimi? Shundoq. Qizchaq, tomoq yemsiz? Qosqimtoq. Kechiringlar. Farhod, siz bu yerda nima ish qilasiz? Ishlayman. Ishlayman. Kimga ishlaysiz? Uningga. Ha, çölde ishlayman dana. Qiziq. Farhod, meni oldimang. Ikkimiz o'rtaroq so'zlasak bo'ladi. Hadiya. Aramızda so'zlashgida hech qanday qish yo'q. Bu yerdan darhol ketgin, ha? Nemishqa ketaman. Siz meni davomli tozxandek qizib olib chog'laysiz. O yerda yatak o'rlashtirib qo'ydim. Bu yer turma. Siz
Nasıl ma'qul bo'lsangiz dadamga deb. Tansxondan chiqib ketaman. Hadiya. Sen yaxshi qiz ekanligingni bilaman. Biroq bu yerga kelmasang bo'ladi. Neymiş? Sana necha qitim dedim-ku. Meni tushunmaysan. Men to'g'riliq hech nimani bilmaysan. Men sizga necha qitim degan-ku. Sizni uncha ko'p tushuntirishingizning hojati yo'q. Men sizni yaxshi ko'raman. Sizga cho'qinaman. Sizni chin qalbimdan sevaman. Yo'q. Aniq dema. Salima. Men uxlamoqchi. Ish bo'lsa ertadan. Kechiring, avar qildim. Sizni bir mehmonga hamroh bo'lib beramikin deb edim. Farhod. Bu yana qandoq joy ekanligiga qaramay kiyvag'in kimani qara. Siz meni qar kiyim kiyishimni yoqtiradingiz emasmi? Ko'rinishga cho'ng ko'rinaman. Qani, topchab bering. Uslaynab beray. Chapasingizchi. Bo'ldi. Degandil qaytib ketdi. Mashinada tushinglar. Hajringlar. Yana bir qavoqxona akalarimiz bu. Yana bir arokada ichida ekanmizda. Aka. Pulni qachon berishimiz? Hozir berishaylik. Ajab chiroyli bir ayol xo'jayin. Jiringlar. Berib ayol xo'jayin bilan bir past o'ynaydi. Kino xo'jayin. Qo'lingni tut. Nomus qilishsang-chu. Ko'zimda yo'qolish. Nima deydi? Mas'ul deydi. Ajab bir nocha ekan. Buni berib beraydi. Bo'ldi. Bora. Sen aka. Kela. Chiqla. Boshqa chiq. Yo'qolish. Chiqib ol. Mashina o'tirdim deb. To'xta. Mashina chiqdi.
Seni buraya. Şuna. Başına şuna. Şuna. Yak gel lan. Tuz durun lan, tuz durun lan. Yani ilişip bakamsa? Oh, yok. Ben sizdek bir noçu bilen tanışkanlığım için çin kalbimde qayılman. Biz siz bilen dostu olmakçı. Mening ismim Tahircan. Sizler yakınmamsızlar? Ben çoxum. Ben kurban. Mening ismim Siyet. Biz siz bilen dostu olmakçı. Mening ismim Ferhat. Bayağı satışıp koydum. Erişmekçe tepişmas deptiken biz daim bir yerden ütüp durmuz. Bundakin iş yok kalsa bizge aytap koyarsınız. Albatta. Oldu, bu akimiz bolduruk demasın. Qani, maşlık çıkınlar. Durunglar, şuna qilay. Hoşamsa. Hoşamsa. Ay, to'xtab turinglar. Lay, Aras, bu mening singlim Hadiya. Uni sog'-salomat shaharga olib qo'ysanglar. Sizning singlingiz bo'lgandan keyin biz uning bexatarligiga qat'iy kafolat qilamiz. Qani xo'sh. Hoşamsa. Ferhat. Suni ho'ylab tashlab popla. Bu o'rtani boshqalar berib o'tib, yiroq joylarga ketaylik. Bo'ladi. Men sizni yiroq joylarga ketay. Ferhat, siz pek o'tdan kelsiz. Salima, men eshikni ochib. Eshik ochiq. Kiravер. Yo'q, men azaldan ayollarning yotqa kirgan emas. Yanala sizning chiqqaningiz yaxshimikin? Ishonch bormi? Shahar kirib chiqaymikin deyman. Yana shaharga kiramsiz. Bu yerdan ketayli deyishdi-ku. Shunga men shaharga berib, muhim bir ishni bajarib bo'lgandan keyin qaytib ketishning tayyorligini qilaman. Sizdan xotirjam bo'lolmayman. Qachon qaytib kelsiz? 2 kundan keyin. Iloji bor tezroq kelman. Bugunmi vazifa o'tiga chiqdingizmi? Shundoq, sizning yardamingizni izlab kelib edim. Qani o'ltiring. Yana uni istab qopsizmi? O bir yakatdimi? U yo'q. Rostini aytsam, uning bizni qochib yurishning hojati yo'qdi. Rostli yo'q. U shahar kirib ketdi. Qachon? Bugun degan. 2 kundan keyin chiqmoqchi. Bizni aldavatmaydigansiz. Yo'q, sizlarni oldiganim yo'q. Biroq siz uni izlab qopsizmi? Uning burungi dilo bilan chetishligi bordi. Uning bu dilo bilan chetishlik bo'lsa, u jinoyatchikanda. Hozircha bir narsa yemayman. Uning bilan ko'rishgandan keyin hamma ish oydinlashadi. Emin deycan, siz uning men bilan bo'lgan munosabatini deb. Men qaraq Salima. Xato tushunib qolmayman. Men vazifamni astoydillik bilan ijro qilyapman. Biroq siz uni tonimayman. Uning bilan ko'rishim baxmagan degan to'g'ri. Men uni tonimayman. O'tganda ko'rishdim burunmi uni ko'rmagan. Yiliqi dilo yuz berganda men taqsaqcha emasdim. Keyinchi bu diloni men qabul qildim. Uning ustiga bu dilo yaqinda yana bir qatim tilg'ilinib qoldi. Shuning bilan kallam qayib ketdi. Uning materiallarini yana bir qatim ko'rib chiqdim. O'tganda uning bilan ko'rishgandan keyin darhol esimga keldi. O dal biz izlayotgan
Yeliqi odamning o'zi bo'lib chiqdi. Anda qo'stir askatni qiling. U haqiqatan jinoyatchimi? Hozircha sizga bir narsa bermayman. Oyoq qo'ygandan keyin biz ketaylik, Salima. Siz uningga deb qo'ying. O bizni saqlab tursin. Yoki bo'lmasa bizni izlab borsin. Bu uning o'ziga foydali. Salima. Xotirjam bo'ling. Sizga boshqa og'irchilik yo'q. Amsi biz ketdik. Salima. Men bilmayman. Nega bormiz? Tez bo'ling. Men de kiyimlarimni yengishlimga attirsam. Bo'ldi, mashina kiyib, bo'lmasa ulguramaymiz. Tez bo'ling. Siz Sadimni nega bormoqchi? Bahchatni. Mashina to'xtating, bo'lmasa mashinadan tushib ketma. Ahmoqlik qilma. To'xtating. Mashina to'xtating. To'xtating deyman. Saqchi qo'llab kelayotdi. To'xtating deyman. To'xtasak bo'lmaydi. Agar mashina o'rilib tushsa, ishtilimiz tugaymiz. Men qochqin bo'lishni xohlamayman. Meni qochib ketkim yo'q. Mashina to'xtating. To'xtatmasangiz rastla mashinada sakrayman. Bu jonlig'im lozim yo'q. To'xtating. Mashina to'xtating. To'xtating deyman. Mashina to'xtating. To'xtating deyman. Salima. Salima. Beni qo'ying. Salima. Salima. Onda qilma. Meni qo'ying. Salima, men sizni so'yman. Bilamsiz? Mana hozir bu dunyoda ikkimizli qoldik. Taqdir qismat degan shu. Sizning eringiz bo'lishimmi?
Özünü hiç kim qoqlamagandı. Yo'q. Siz turib turing. Mana qarang. Sizga lozimlik narsaning hammasi buning ichida. Salima, men sizga hammin deb beray. Men rostilla saqchilar qo'g'lab yurgan qoshqon. Biroq men jinoyatchi emas. Men bir yetim bola. Meni hammomning yo'ldoshi deb yasaydigan bir peshqadam san'atkor beqib cho'ng qilgan. Men 20 yoshga kirgan yili uning o'g'li savallik bilan odam o'ldirib qo'ydi. Naq maydonda bo'lganligim uchun ben qo'rqib ketdim. Navr akam qotillik qilganda ishlatgan pichoq mening pichog'imdi. Navr akam bu balo qazoni menga dengab qo'yg'ashqa soqchilar tutib turib tekshirdi. Men erkinlik tashnatdim. Bir kuni men bir kaptarni qo'g'lab tutib turish o'rnidan oxir qochib ketdim. Siz begunoh bo'lgandikin o'zingizni aqlashingiz kerakda. Yo'q. Navri akamni ko'ra ko'zim yo'q. Shunga men taqi chiqib ketib, bir ibtidoiy ayliqqa berib qoldim. U yerda nurg'unlagan bo'g'imin guzi devir qaylog'i ega bo'ldim. Shuning bilan men boyib ketdim. Shu tufayli bir yerda turishga petinamay hamma yerga qatirab tijorat bilan shug'ullandim. Andaqda qandaq bo'lib bu cho'lga kelib qoldingiz? Hayotning sinoqlarini boshdan kechirgan odam pulni pisantiga olmaydi. Pul degan odamning ruhini xotirjam qiladigan narsa emas. Men tutib turish o'rnidan qochib chiqib cho'lga kelganda daryoz basliti. Atrof quyoshning teptida o'tda qizib ketgan. Suv bo'lmag'ashqa cho'lda loyga o'xshash bo'shab yiqilib qoldi. Tuyuqsizlar levamga nam tekkandek bo'ldi. Ko'zimni ichib qarasam, geolog atrofidagi birsining menga suvdan bilan suv ichirayotganligini ko'rdim. Shuning bilan put-qo'limga jon kirib bu cho'ldan qochib chiqdim. Men geolog atrofidagi heliqi yigitni hargizmi esimdan chiqaramayman. Qaytib kelibla ularning oil tavobatlarga minnatdorlik bildirmoqchi bo'ldim. Unda qilmasam, mening ruhim menga orom topolmaydi. Keyincha sizning qilayotgan ishlaringizni bilib, yordam qilishni aytib keldim. Bumi sizni yaxshi ko'rib qolishimdagi sababning biri. Siz qonun orqali o'zingizni aqlashingiz kerak. Endi o'lgiranmayman. Hammomning yo'ldoshi allaqachon olamdan o'tdi, faqat ilqidobli qoldi. Navri akam mashina hodisasida o'lib ketdi. Men guvohlik beradigan bir odam yo'q. Qadrligim, menga ishining. Men sizga guvohlik beraman. Bugungi kunda men sizni deb hayot yuryapman. Hamma narsa siz uchun. Men sizni elib shiroq joylar ketaman. Siz meni hayot turishimdagi birdan bir kuch qudrat. Sizga ishonaman, Farhod. Rahmat sizga. Ma degansiz.
Söyümlügüm. Qandaq? Men tush ko'rayotmaydigandaman. Yo'q, bu tush emas. Reallik. Rost, muhabbatga to'lgan reallik. Men ayol haqning bundaq she'rim bo'ldiganligini o'ylab boqmabdi ekanman. Sırtı bir şey bu ama. Sizni hozir o'tdan yana kelgan vaqtingizga selishtirganda butunlay boshqacha bo'lib ketdingiz. Farhod, gapimdan og'irnib yurmang. Eng yaxshi qonunga tayanib, paketning aynan qiyofatini oydinlashtiring. Mushkullarda saqchilar sizni qo'g'lab yuradi. Bizning yiroq joylarga ketishimiz mumkin emas. Bundoq yoshirinib yurishimiz emas. Biz cho'qim erkin ozod yashashimiz kerak. Salima, meni yana bir qitim erkinlikdan mahrum bo'lsin demsiz? Bo'ldi. Menga jiq yo'l ko'rsatma. Qadrligim. Bu yerda uzun tursak bo'lmaydi. Qancha tez ketsak shuncha yaxshi. Birdam saqlab turing. Pastga tushib bir narsa ochib olay. Hozirlik kiraman. Farhod. Xotirjam bo'ling. Xenim, buni elvatgan bo'lsangiz. Ma'qul. Farhod aka. Ay, Tayirjon. Senmittin? Bugün işimiz yoktu. Bir naş ağını bilen tas oynavatatdık. Sizni ko'rib pek hoş olib ketdim. Siz bilen birga o'rtog'imizga yaxshi bo'lardi. Rahmat bo'ldi. Singlingiz hadiyani ko'rdingizmi? Yo'q. Biz sizni saqlaymiz. Hadiya mashq qilyotdi. Birga kelinglar. Ma'qul, bo'ladi. Salima. Ha? Qarang. Ha? Nima ko'p pul bu? Shundoq. Qarang. Bu dollar. Bu dollar. Qarang. Bu dollar. Salima. Biz bunday turmushimizni yaxshi o'rinlashtira olamiz. Xotirjam bo'ling. To'xtam. Bu sizda nima ish qildi? Bu sizda nima ish qildi? Anvarning sudini qandoqlarcha sizda bo'lib qoladi?
bizni qutuldurgan hiliq yo'lik atirtidagi yigit. Anvar mu emasmi? Men bilmayman. Qani ayting. Siz Anvarning sudini tatug'ashqa şoňa o ustab çölde ölüp gende. Hey. Bu iş yadımga kelsila. Men To'xta. Suv. To'xta. Gözünüzü için. Gözünüzü için. Gözünüzü için. Gözünüzü için.
Salima. Salima. Gözünüzü için. Salima. Salima. Sen Enver'ni öldürüpsen. Sen benim yerini öldürüpsen. Salima. Men de sen şunu tabirim. Günahının ornunu doldur alayım dep oylamsan. Bilime. O ölüp ketkendan başlap, mening ruhim bir kun teş bo'lmadi. Benim Enver'im günahsız. Sen onu öldürüpsen. Sen de mehr şefkat yok ki. Bana emdi. Ben özemnimi sana tapşırıp öldürüp değil mi? Andaqda senin ruhin texmo teş bulanmaydigan bo'ldi. Enver, ben sizga yuzkilanmayman. Enver, ben sizga yuzkilanmayman. Salima. Men kechirim qilishga loyiq emas. Bu jinoyatni kechirmishimni o'zingiz bir taraf qilib. Enver, ben sizga yuzkilanmayman. Ölüşki değiştiki. Aslida men. Salima. Salima. Hamma gunohni men qilgan. Ölüşki tegishli odamman. Bu pullarning hammasi sizga qolsin. O'zimni qanday bir taraf qilishni obdan bilaman. Emin diyeceğim. Bu ben. Salimacha, nemishki buncha xo'shib ketdingiz? Salimacha, sizga nim bo'ldi? Taratchi, uni aytdi. O kaçıp gitti.
Nega kaçtı? Kaçıp gitti. O diye kaçkın. O benim yerimi öldürdü. Neyme davetsiz? Saran buldunuz mu? O rastlı kaçıp gitti. Bu onun pulu. Siz apırıp işlettim. Ben bir yere pulunu dep gelmegen. Belki onun özünü dep kelgen. Ben onu söylemen. O sizin kalbinizdeki kahraman mı? Hey İzzet. Siz Tolumanadan gelsiz. Halime. Bir iş oldu mu? Emin diyeceğim. Ferhat kani. O kaçıp gitti. Kaçtı? Sile onu tutkul keldinler mi? O rastlı kaçkın mı? Biz onun dilosunu tekşürüp gördük. Onun nevri akisi ölüp gitişten ilgiri aynen ahvalını bizge dep bergen işken. Qaraganda Ferhat jinoyatchi emas taqiladi. Lekin biz ona cho'qim tepishimiz kerak. O mening erimni o'ldiribdi. Salima, biz uni darhol topmasak bo'lmaydi. Yo'lga chiqaylik. Hay, Toyir, men bu bilan boray, ha? Bo'ladi. Sharqiy yo'l, sizlar 8-numberlik rayonimizdanglar. Janubiy yo'l, sizlar Qumtog'ni yaqinlab bizdanglar. Uni sog' salomat tepinglar. Vaqa chiqib qolmasin. Emin deyjam, bir ish chiqib qolmas. Xotirjam bo'ling. Chapsan bo'ling. Xayr, xo'sh, baxtli bo'ling. Salima! Sizga yuz kelmayman. Salima! Men sizga yuz kelmayman. Anvar! Ben sana yuz kelmayman. Anvar! Ben sana yuz kelmayman.
Ferhat, bu yakacak. Seni saklap tuğallaq işin. Kolunu tart Ferhat. Ne mi kılay deysen? Men bu qilishga bo'lmaydigan odam. Ferhat, bunda qısas bulmaydı. Bunda qılma. Ben. Hadiye. Özağını besip al. Sen özağını kutuldurduğun yolga mağsan, bolayverdi. Şu taptı kolunda xanjarni batırlık bilen kökürgünge sağsan, hemmedin. Hatırcam bolasan, lekin sen bilen birge yaşayan adamlarning ro'yi mangu hatırcam bo'lmaydi. Sen muşundaq manevi jihatda shaxsiyatchi, sepi o'zidan qo'rqinchoq odammi? Men kechirishga bo'lmaydigan, ruhi bulg'angan odam. O'z gunohim o'zimga. Salima acha, tijoratni boshlaydigan birinchi kun ko'pchilikka bir necha ig'iz so'z qilib bersangiz. Ma'qul. Xizmatingizga utuq, ishingizga muvaffaqiyat tilayman. Qani emas boshlanglar. Xotin, yo'q ishlarni o'ylab yurguncha bor. Andaq sen har kuni seni suyman degani? Albatta degani. Emin deyəcək. Bugün sizni qaysi şamil bu yoqqa uçurib keldi? Anlasam sizlarning o'tang borgansir yaxshilab ketib turibdi. Bir ko'rpaqay deb kelib edim. Qani, o'tiring. Emin deyəcəm, almayan. Rahmat. Bu yeni yardımcı çokum Hadiye Hanım'ı deyman. Şundaqmı, Salima? Yo'q. Bu oshxonani ikkimiz ichotimiz. Bu yoqmi xo'jayin? İşki xo'jayin bo'ldi edinglar. Bu yerda neft bor ekan. Neft nachidigan qo'shin pat yaqinda yetib kelishidi. Andaqda bir nefishlar bo'ldi ekanda. Vazifa ijro qilman deb pat-pat keltirasiz. Hukumat ishi bilan. Eminka, anlasam bir paychur suv qurildi ekan. So'jangi cho'qimsiz bo'lsa-ku deyman, a? Menimcha bu yerga bir ayol so'jan keldi-ku deyman. Menga kelsak, men bu yerdan ketib boshqa bir o'ringa boraman. Men bugun sizlar bilan xo'shlashgani keldim. Salima, qaysarlik bilan yashaydiganligingizga ishonchim komil. Men sizga chin qalbimdan baxt tilayman. Baxtli bo'ling. O boy siz bilan so'zlashayotganda onun ko'zlaridagi sizga bo'lgan muhabbatni ko'rib qoldim. Salima acha, nemish uning bilan to'y qilmaysiz? Onun kelgusi buningdan go'zal bo'lishi kerak.